Assalomu alaykum. Barakal dasturxon kanaliga xush kelibsiz. Azizlar, sizlar bilan yana uchrashib turganimdan juda ham xursandman. Bugun sizlar bilan birgalikda ikki xil turdagi non yapamiz. Go'shtli non va yog'li patir yapamiz. Masalliqlarni to'g'rab olamiz. Piyozni mayda to'g'rab olib qo'yamiz. Go'shtimizni ham parrak-parrak qilib mayda qilib to'g'rab olamiz. Bu hozir tayyorlayotgan go'shtli nonimni 3-4 marta o'zim tandirda yopib ko'rdim. Buni men internetda ko'rgandim. Endi o'xshab chiqadimi, yo'qmi deb. Asosan bu go'shtli non vodiy tarafda yopiladi. Har bir viloyatning nonini o'ziga xos mazasi bor, xususiyati bor. O'ziga yarasha ta'mi bor. Agar dasturxoningizda ming xil mahsulot turgan bo'lsa ham, non bo'lmasa dasturxoningiz to'liq bo'lmaydi. Mana go'shtni to'g'rab oldik. Men endi go'shtga tuz, ziravorlar solib aralashtirib qo'yaman. Ziravorlarni ta'mini go'sht o'ziga singdirib oladi va to'g'ralgan yog'imizni solib, ularni chekkaga olib qo'yaman. Endi esa suv, sut, tuz solib patir uchun xamir qo'ramiz. Patir xamirini hamisha yumshoqroq qilish kerak, shunda noningiz juda ham o'xshab chiqadi. Azizlar, agar sizlar kanalimizda birinchi bo'lsangizlar, podpisatsiya va like bosishni unutmanglar. Roliklarimiz yanada ko'proq aylanishi uchun esa like tugmachasini bossangiz juda ham xursand bo'lardim. Mana patir xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi so'ng o'rab bir chekkaga olib qo'yamiz. Endi esa go'shtli nonimizni xamirini qo'ramiz. Unga bitta tuxum, sut, ozgina o'simlik yog'i soldim va o'rtacha qattiqlikda tuz solib, o'rtacha qattiqlikda xamir qo'rib olamiz. Albatta bunga dro'jja solamiz. Mana endi dro'jjamizni solib, nonimizni yaxshilab qo'rib olamiz va yaxshilab o'rab bostirib qo'yamiz oshgunicha. Bu xamirimizni o'rab qo'yib, endi patir uchun qilingan xamirni zuvalachalar qilib damiga qo'yib yoyib olamiz. Yupqa qilib yoyamiz. Shunda yog'laganingizda yopgan patiringiz juda chiroyli bo'ladi. Qat-qat bo'lib chiqadi. Xamirni yog'lashga men eritilgan mol yog'i, saryog', ozgina o'simlik yog'ini aralashtirib soldim.
Mana ko'rinib turibdi. Yog'ni surkagan paytimizda уже mana qotib boshlaydi yog'imiz. Mana shunday qilib hammasini yog'lab xamirlarni ustidan bosib damiga qo'yib olamiz. Mana damiga qo'yib oldik. Ana endi patirlarni yoyib ustini bostirib o'rab olib qo'yamiz. Mana bu arada go'shtli nonimizni xamiri ham oshib qoldi. Endi buni 200-230 grammlik qilib zuvala qilib olamiz. Agar zuvalarni sal kattaroq qilsangiz, ichiga go'sht solganingizdan keyin tandirda yopganda tandirda turmaydi, tappa-tappa tushib ketadi. Shuning uchun zuvalarni kichikroq qilganingiz ma'qulroq. Chunki men bu nonni, go'shtli nonni o'xshatish uchun 2-3 marta tandirda yopib ko'rdim, har xil qilib. O'zim non yopishni juda ham yaxshi ko'raman. Bu go'shtli nonlarni men Andijon viloyatida ko'rganman. Ayniqsa Shahrixonni patirlari, nonlari ham juda mazali bo'ladi. O'shanga havas qilib, mana shu go'shtli nonni tayyorladim. Mana xamirlarni hammasini yoyib chiqib, go'shtlarni solib mana yaxshilab bukib olamiz. Xamirni o'rta tarafga qarab, keyin o'rtasini mushlaymiz, yaxshilab mustahkam bo'lishi uchun. Mana shunday qilib yaxshilab bukib yopishtirib olib mushlaymiz. Va o'rtasini ochib, orqa tarafga qayirib xamirni yopishtiramiz va hammasini mana shunday qilib ichiga qiymalarini solib mana bukib olamiz. Mana tandirimiz ham oqarib tayyor bo'lib turibdi. Endi esa xamirlarimiz damini oldi. Endi buni orqa tarafiga o'girib tuxum sarig'ini, tuz, suv solib, ozgina tuzi o'tkirroq bo'lgan yaxshi. Shunda tandirda yaxshi turadi. Orqa tarafiga o'girib tuxum sarig'ini surib chiqamiz. Mana chiroyli qilib tandirga yopib olamiz. Patirni, bu go'shtli nonlarni. Mana
Bu tarafiga yog'li patirimizni yopamiz. Patirlar ham juda chiroyli chiqdi. Mana nonlarimiz tayyor. Endi ularni chiroyli qilib dasturxonga tortsak ham bo'ladi. Men esa sizlarga sihat salomatlik tilab, yana uchrashguncha deb qolaman. Nonimiz qanday ko'rinishda bo'lishidan qat'iy nazar hamisha dasturxonimizni to'ldirib, uni ko'rki bo'lib turadi. Hamisha sog' salomat bo'linglar.